Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana ko'rib turganingizdek O'zbekistonga ketgan avtobuslarimiz mana Passatga jarayoni boshlandi. Sizlarga ichkaridan ko'rsataman. Ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Moskvadan Toshkentga kimdir ketmoqchi bo'lsa, ekrandagi nomerlar qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqib olasiz. Keling, ichkaridan Bagajlarni ham bitta ko'rsat. Bagajlarimizni kelsak 50 kilodan 60 kilogacha palojda bemalol olib kelaverasiz. Ikkita to'pga, uchta to'pga olib kelaverasiz. Hech qanaqa pul olinmaydi. Hozirlar ichini ko'rsatamiz. Komfort avtobuslarini keling, bitta chiqib oladi. Akalarimiz mana ana shu yerda. Bemalol kelaveramiz. Keling. To'pga chiqmaydimi? Akalar mana ko'rib turganlar Passatkalarimiz boshlandi. Hozir odamlarni to'ladi. O'z vaqtida ketadi akalar. Ko'rib turganlar komfort avtobusda mana o'tirsanglar bo'ladi. Mana o'tirib ko'rsatamiz. Hech kimga xalaqit bermaydi akalar, bemalol aloqaga chiqinglar, nomerlar qoldiramiz ekranda. O'zimiz kutib, o'zimiz joylaymiz akalar. Sizlardan hech qanaqa oshiqcha pul olinmaydi. Tanlovda adashmanglar, sog' bo'linglar, sog'. Aka, zaryadchi ishlayaptimi? Yaxshimi? Qayerdansiz? Sirdaryoliklar tavsiya berasizmi aka? Sirdaryolik akalarimiz va Qashqadaryolik akamiz o'tiribdi. Ko'rishingiz mumkin. Oldi qatorda ayollar bo'ladi, yosh bolalar bilan kelsa bemalol kelib joylashishingiz mumkin akalar. Ekran nomerlar qoldiramiz, salonda adashmanglar, sog' bo'linglar, salomat bo'ling.